Hech Foran reklamasini Instagramda ko'rganmisan? Yo'q. Biz olamizda bugun. Assalomu alaykum. Dangalga sotamiz. Bugungi avtomobilimizda Mercedes Actros furasi. Ushbu yuk mashinamizni yili 2003 ga 2003, ya'ni Tigachan, pritsep ham 2003. Ushbu avtomashinamiz qo'l avtomat hisoblanib, 7 kruggina yurgan. Bunaqa mashinalarimiz uchun 7 krug juda ham ideal. Ushbu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, 33 ming AQSh dollarga baholanyapti. Bizning nomimizdan chiqqan obunachilar uchun 30 ming qilib oxirini kelishtirib berar ekan. Shuningdek, ushbu mashinaga barter ham bor, ya'ni almashish, Cobalt Gentra'ga almashib, ustidan to'lov qilib kelishib olsanglar bo'ladi. Shuningdek, bu narxda ichida bonus sifatida yana bitta pritsep qo'shib beriladi. Ushbu Mercedes Actros avtomashinamiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.